Rostdan shunaqa narxmi? Bu shunchaki aksiya emas, bu o'sha afsonaviy barakali juma aksiyasi. Mediapark do'konlarida texnikalarga 70% gacha chegirma. Faqatgina bir kun 17-oktyabr kuni juda katta imkoniyat. Yangi televizor, kir yuvish mashinasi yoki xolodilnik, mana shularning hammasi chegirmaga tushgan. Masalan, mana bu 9 kilogramli LG kir yuvish mashinasi eski narxi 7 million 850 ming so'm edi, hozir chegirmada 5 million 150 ming so'm. Agar 12 oyga bo'lib to'lasangiz, sizga oyiga 558 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bemalol boshqa joylar bilan narxini solishtirib ko'rishingiz mumkin. Yana bir ajoyib variant, mana bu katta Samsung xolodilnigi 60% chegirmaga tushgan. Eski narxi 9 million 642 ming so'm, yangi narxi 3 million 886 ming so'm. Bu degani 12 oyga bo'lib to'lasangiz 421 ming so'mdan tushadi. Samsung televizori eski narxi 5 million 999 ming edi, 72% chegirmaga tushdi. Hozirgi narxi 1 million 683 ming. 12 oyga bo'lib to'lashga 182 ming so'mdan. Eng yoqimli tarafi, mahsulotlarni xohlasangiz uzun nasiya bilan qulay muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Hech qanday boshlang'ich to'lov va peniyalarsiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bunday aksiya har doim ham bo'lavermaydi. Shuning uchun imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mediaparkning istalgan filialiga tashrif buyurib, xaridni amalga oshiring. Hamma joyda chegirmalar bir xil.